صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 26-aprel 2025-yil. Ayni damda Suriya Arab Respublikasining Idlib viloyatida tashkil topib va Idlib viloyatida faoliyat olib boruvchi Darul Vahiy Sharif maktabida Alloh taoloning kitobi Qur'oni Karim yod olgan 1409 ta qori va qoriyalar uchun taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Ushbu maktab haqida biroz ma'lumot beradigan bo'lsak, tanitadigan bo'lsak, agar esingizda bo'lsa, biz 2 yil avval Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti o'laroq bu maktabning Idlib viloyatidagi filiallaridan birida bir bolajonlar uchun masjid qurishlikda biroz bir hissa qo'shgandik. Va endi maktab haqida bir ma'lumot beradigan bo'lsak, maktab haqida to'xtaladigan bo'lsak, Idlib shahar bo'ylab, Idlib viloyati bo'ylab 70 ta maktab mavjud bugungi kunimizda. 35 tasi o'g'il talabalar uchun va 35 tasi qiz talabalar uchun. Va bunga qo'shimcha yana 28 ta bog'cha mavjud. Talabalarni shu bog'cha yoshidan bog'chaga olib, ya'ni o'zlarining programmasi bo'yicha tayyorlab va undan keyin 1-sinfga, 2-sinfga qilib shunday maktabda darslar bo'lib o'tadi. Va alhamdulillah mana 2024-yil va 2025-yil o'quv yili mobaynida 1409 ta qori va qoriyalar ushbu maktabdan Alloh taoloning kitobini, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni to'liq yodlagan holda chiqishdi. Ushbu raqam, ushbu son o'tgan yili 799 ta, ya'ni 800 ga yaqin qori va qoriyalarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tgandi. Va bu yil ham, ya'ni u 800 tadan tashqari, bu yil ham 1409 ta qori va qoriyalar ushbu maktabda Alloh taoloning kitobi Qur'oni Karimni to'liq yodlab chiqishdi. Va bulardan 80 tasi Hafs ibn Asim rivoyati bo'yicha ijozat ham olishdi. Alloh taolo o'zi barchalarini muvaffaq qilsin va bizlarni ham Qur'on ahlidan qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis sharifda marhamat qilib aytganlaridek, "Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allama." Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganidir. Yana bir hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytganlaridek, Qur'on ahli Allohning ahli va uni xos bandalaridir deb marhamat qilib buyurganlar. Alloh taoladan so'rab qolamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimni qalbimizning bahori aylasin, qalbimizni shifosi aylasin va barchamizni Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatib, Qur'onga amal qilayotgan solih bandalardan qilgan bo'lsin barchamizni. Inshaalloh video davomida ushbu taqdirlash marosimidan siz azizlar bilan birgalikda bir go'zal, chiroyli manzaralar bilan ba'zi bir kadrlar, video lavhalar ulashamiz. Alloh taolo o'z barchamizdan qabul qilsin. Bizlarni kuzatishga davom etib, haqqimizga solih duolar qilib, xayrli loyihalarimizni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashingizni kutib qolamiz. Alloh rozi bo'lsin. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Ushbu taqdirlash marosimiga ba'zi bir vazirlar va ba'zi bir viloyatlarning gubernatorlari ham ishtirok etishyapti va hozirda mana ko'rishimiz mumkin. Idlib viloyatining gubernatori shu bu yerdagi mehmonlarga qarata so'zlayapti. Va mana shunday bir go'zal manzara bilan taqdirlash marosimi davom etmoqda. Bizni kuzatishga davom eting. بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في ممكن تقرأنا هيك آية قصيرة؟ شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا الحافظين
كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة. أخوك أبو عمر أوزبك، الله يكرمك يا رب. كيف شعورك في يعني لابنك؟ أكيد الحمد لله شعور فرح. يعني أنا حاس حالي إني أسعد إنسان بالكون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلا حافظ القرآن سبحان الله بيدور على أهله ودواره. نسأل الله عجل يتقبل منا. كم الوقت حتى صار حافظ؟ الحمد لله 3 سنوات كان حافظ كتاب الله عز وجل. والله فضل الله عز وجل، ذاك فضل الله عز وجل أن رب العالمين وفقنا لنشوف أجيالنا حفظت القرآن، وإن شاء الله مثل ما رب العالمين أكرمنا بتحرير الشام بإذن الله على القدس إن شاء الله. إن شاء الله. وياكم. الله يجعل الله يجزاكم خير. قبل منكم أخوان. من وين أخونا؟ من حمص. من حمص. بارك الله فيك. بارك فيك. الله يجزاكم يا رب. ايش قد ضليت حتى حفظت؟ سنة كاملة. في سنة كاملة حفظت كامل؟ الحمد لله. ما شاء الله، الله يقويك، الله يتقبل منك. شو شعورك أنه حفظت كتاب الله كاملا؟ فرح. طيب أنا أقرأ آية فأنت تكمل، تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله. ما شاء الله من 10 سنوات ما شافت أبواب. طيب إذا كذلك أبوك يلا قولي بتشوفيه. طيب الأخ يامين يتفضل على المسرح. الأخ يامين يتفضل على المسرح. حياك الله. Ushbu qizalog'imiz urush mashaqqatlari va ba'zi bir sabablar tufayli 10 yildan beri otasini ko'rmagan ekan va maktab idorasi ushbu qizimizni otasi bilan kutilmaganda to'satdan ko'rsatishib, xursandchilik ustiga xursandchilik qo'shishdi. Endi siz azizlarga Diniy ishlar qo'mitasi vazirining va ba'zi bir shaxsiyatlarning so'zlarini e'tiboringizga havola qilgan holda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Ushbu so'zlarimni qori va qoriyalarimizga qarataman. Agar bizlardan birimiz Suriyaning kelajagini ko'rishmoqchi bo'lsa, ushbu qori va qoriyalarimizga nazar soling. Va shuni bilingki, Suriyaning kelajagi yaxshilik ustidadir. Suriya ozodligi Idlibdan boshlanganidek, nur, yorqinlik ham Idlibdan tarqaladi. Xursandmiz. Ushbu shahar o'tgan yillar davomida havo hujumlari va turli xil raketalar bilan bombalanib kelar edi. Uzoq yillik Asad oilasining zulmatidan keyin hozirda bahor gullariga, ozodlik bahoriga guvohi bo'lmoqdamiz. Alhamdulillah, bugungi ushbu manzara bilan biz faxrlanamiz va boshimizni ko'kka ko'taramiz. Bir ikki og'iz so'zimni sizlar bilan bo'lishaman. Ushbu marosimdan keyin qorilarimiz haqida ba'zi bir gaplarni eshitishingiz mumkin. Ya'ni nima uchun Qur'onni o'rganishdi? Bizga dunyoviy fanlar, texnologiya, meditsina sohalari kerak edi. Mana shu qorilarimizni hali universitetlarda, meditsina va muhandislik, akademik sohalarida ko'ramiz. Oldin ko'rdik bundaylarni. Yoshligidan yolg'on, tovlamachilik, firibgarlik bilan ulg'ayib yetishgan avloddan ertaga yolg'onchi advokat yoki firibgar muhandislar va buzg'unchi doktorlar chiqadi. Lekin endi katta farq bor. Shakllanish o'zgacha. Yoshlikdan taqvo bilan, din bilan mustahkam shakllanish. Va qoriya qizlarimiz haqida ham nima uchun yoshlikni mana bunday liboslar bilan qorong'ulashtirdingiz degan gaplar eshitishingiz mumkin. Holingizga voy bo'lsin. 14 yildan beri ushbu go'daklarning ustiga kimyoviy va turli xil bombalar yog'ilganida hech ovozingizni eshitmadik. Qayerda edingiz? O'zingizni ularga haris deb da'vo qilasiz, lekin sizda faqatgina adovat bor. Balki hurriyat haqida gapirarsiz, lekin hurriyat avlodi bizlarmiz. Bizlarmiz odob ahli, bizlarmiz iffat va pokiza ahli.
ozodlikni qadriyatlar, odob va axloqdan voz kechish deb tushunganlar adashibdilar, bekor aytibdilar. Bizlarmiz hayo, or-nomus ahli. Inshaalloh ertaga yurtimiz obod bo'ladi. Biz uni qayta tiklaymiz. Biz va mana shu pok avlod, ozod Suriya qaddini tik tutgan holda yashasin.